Ilk bor muzlatilgan miya qayta jonlandi. Olimlar birinchi marta yuqori darajada -196 gradus haroratda muzlatishdan keyin gippokampning miya faoliyatini tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu tadqiqot ishi Goethe nomidagi Frankfurt universiteti mutaxassislari tomonidan olib borildi. Germaniyalik olimlar tajribada sichqon miyasining gippokamp qismini baland gradusda muzlatib, keyin yana faol holatga qaytarishni amalga oshirishgan. Olimlar sichqonning miyasini muzdan tushirishgandan so'ng u deyarli tirikligini bilishgan. Krionika texnologiyasi allaqachon ilmiy fantastikadan jiddiy laboratoriyaga ko'chib o'tdi. Mutaxassislarga ko'ra, biroq shu paytgacha asosiy muammo bitta: muzlatilgan organlar muzdan tushirilgandan so'ng foydasiz bo'tqasimon suyuqlikka aylanar edi. Bunda muz kristallari hujayralarni ichidan ayovsiz parchalab tashlar, tirilish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas edi. Ammo nemis olimlari tarixda birinchi marta -196 daraja Selsiy haroratda shishasimon holatda saqlangan sichqon miyasida elektr faolligining tiklanishini qayd etdilar. Ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida demak kelgusida odamlarni tiriltira olish mumkin degan fikr paydo bo'lmoqda. Olimlar bu usul kelajakda miya kasalliklarini o'rganish, organlarni uzoq muddat saqlash hamda tibbiyotda yangi imkoniyatlar yaratilishi mumkinligini aytishmoqda.